Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yil avgust oyidan pensiyalarga qo'shimcha to'lovlar masalasi, ya'ni kim 300 ming so'm, kim 450 ming so'm, kim esa 507 ming so'mgacha qo'shimcha olishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan yaqinlari bor har bir oila uchun muhim. Men bugun sizga oddiy tilda raqamlar bilan hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Bu qo'shimcha hammaga bir xil beriladimi? Kimlar alohida e'tibor qilishi kerak? Qayerda xatoga yo'l qo'yilsa pul kamayib qolishi mumkin? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik joylar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki pensiya va nafaqa bo'yicha bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak. Avvalo, bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya deganda faqat bitta summa tushunilmaydi. Ko'pchilik mening pensiyam falon so'm deydi. Lekin aslida bu summaning ichida bir nechta tarkibiy qism bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ish stajiga bog'liq qism, ustamalar, kompensatsiyalar, ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi hollarda parvarish puli yoki ijtimoiy nafaqa bilan bog'liq qo'shimchalar. Oldingi tartibda ko'p odam bitta narsadan aziyat chekardi. Pensiya oshdi deyilganda hammaning qo'liga tushadigan real pul bir xil ko'paymasdi. Masalan, kimningdir pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, unga qo'shimcha 200 ming yoki 300 ming sezilarli bo'lardi. Lekin boshqa odamning pensiyasi minimal darajada bo'lsa, oshgan pul ba'zida kommunal to'lov, dori-darmon va oziq-ovqat narxiga yetmay qolardi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ko'p yillik stajiga qaramay past pensiya olayotganlar buni juda kuchli his qilgan. 2026 yil avgust oyida muhokama qilinayotgan yoki amaliyotga kiritilishi kutilayotgan asosiy o'zgarishning mazmuni shundaki, qo'shimcha to'lovlar hamma uchun ko'r-ko'rona bir xil emas. Balki toifa, pensiya turi, ijtimoiy holat, staj, oldingi hisob-kitobdagi tafovutlar va ayrim imtiyozlarga qarab farqlanishi mumkin. Shu sababli 300 ming, 200 ming, 500 ming so'm degan raqamlar bir-biridan alohida ko'riladi. Men bu yerda sizga eng muhim tamoyilni aytaman. Qo'shimcha pulni kutib o'tirishning o'zi yetarli emas. Har bir fuqaro o'zining pensiya ishini, hujjatlarini, stajini, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni, elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshirtirib olishi kerak. Chunki ayrim holatlarda odam haqli bo'lgan pulni olmaydi. Sababi hujjatda bit yozuv yetishmaydi. Korxona nomi noto'g'ri kiritilgan bo'ladi yoki ish staji elektron bazada ko'rinmaydi. Asosiy qism 1000, kim 300 ming, kim 20 ming, kim hech etmagan 1000 so'm qo'shimcha oladi. Endi asosiy savolga o'tamiz. 305 ming so'mlik qo'shimcha kimlarga tegishli bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda 300 ming so'm atrofidagi qo'shimcha odatda minimal yoki bazaviy toifadagi oshirish sifatida qaraladi. Ya'ni pensiya oluvchilarning katta qismi, ayniqsa yoshga doir oddiy pensiya oluvchilar, pensiyasi pastroq bo'lganlar yoki ilgari minimal miqdorga yaqin pensiya olganlar bu toifaga tushishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 38 yoshli otaxon 35 yil ishlagan, lekin oxirgi yillarda ish haqi past bo'lgan. Ayrim yillar hujjatda to'liq aks etmagan. U hozir deylik 20 million 250 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, avgustdagi qo'shimcha hisob-kitobda unga 300 ming so'm qo'shilishi mumkin. Natijada uning qo'liga tushadigan summa 20 million 50 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Agar fuqaroning pensiyasi minimal darajadan yuqoriroq bo'lsa ham, u avtomatik ravishda 470 ming yoki 570 ming oladi degani emas. Qo'shimcha miqdor pensiyaning o'zi ustama huquqi, staj va ayrim ijtimoiy mezonlarga qarab belgilanadi. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham, biri 300 ming, ikkinchisi 470 ming qo'shimcha olishi mumkin. Sabab biri urush o'rta mehnat faxriysi bo'lishi, nogironligi bor bo'lishi, ko'proq ish stajiga ega bo'lishi yoki alohida imtiyozli toifaga kirishi mumkin. Endi 470 ming so'mlik qo'shimcha haqida gaplashamiz. Bu ko'proq oraliq toifa deb tushunilishi mumkin. Bunday qo'shimcha ko'pincha pensiyasi juda past bo'lmagan, lekin alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoki ish staji, oilaviy holati, sog'lig'i bilan bog'liq qo'shimcha asoslari bor fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. 72 yoshli onaxon 28 yil tibbiyot sohasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanidan keyin ham bir muddat ishlagan.
Ammo keyingi qayta hisob kitobda barcha davrlar inobatga olinmagan. U kishi yolg'iz yashaydi. Nogironlik guruhi bo'lmasa ham doimiy dori-darmonga ehtiyoji bor. Agar uning pensiya ishida staj to'liq tasdiqlansa yoki unga tegishli ustama bazada qayd etilsa, qo'shimcha 300 ming emas, 470 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Yana bir hayotiy holat. Boquvchisini yo'qotgan oila bor. Ona 2 farzandi bilan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzandlardan biri kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lovni davom ettirish va qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Agar hujjatlar to'g'ri topshirilgan bo'lsa, oila oladigan umumiy to'lovga qo'shimcha kiritilishi mumkin. Mana shunday vaziyatlarda 1,7 ming so'mlik qo'shimcha oilaning real daromadiga sezilarli ta'sir qiladi. Chunki bu pul bir oyda kamida dorixona, oziq-ovqat yoki yo'l xarajati uchun yordam bo'ladi. Endi eng ko'p savol tug'diradigan raqam 5,7 ming so'm. Bu hammaga beriladigan qo'shimcha emas. Odamlar ko'pincha sarlavhani ko'radida, demak, avgustdan hamma 5,7 ming ko'proq oladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida aniq aytaman, bunday xulosa qilish xato. 5,7 ming so'm odatda eng yuqori qo'shimcha toifalardan biri sifatida tushuniladi. Bunga alohida imtiyozga ega pensionerlar, nogironlik bo'yicha ayrim guruhlar, uzoq yillik staj bo'lgan, qayta hisob kitobdan keyin ustamasi oshadigan fuqarolar yoki ijtimoiy jihatdan eng himoyaga muhtoj toifalar kirishi mumkin. Masalan, guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy parvarishga muhtoj. U nafaqat pensiya yoki nafaqa oladi, balki ayrim holatlarda parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovga ham asos bo'lishi mumkin. Agar avgustdagi o'zgarishlar doirasida uning toifasi qayta ko'rib chiqilsa, umumiy qo'shimcha 7 ming so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Bu pul shunchaki qo'shimcha bonus emas, balki kundalik hayot uchun zarur xarajatlarni qoplashga qaratilgan ijtimoiy yordamdir. Yana bir misol. 40 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan, lekin sobiq korxona tugatilgani sabab ayrim yillar hujjatda yo'qolgan pensioner bor. U kishi ko'p yillar ishlab, yakunda past pensiya olmoqda. Agar arxidan ma'lumotnoma topilsa, ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bunday qayta hisob natijasida faqat umumiy oshirish emas, balki individual farq ham yuzaga keladi. Shuning uchun kimdir 5,7 ming so'm qo'shimcha oladi, kimdir esa faqat 300 ming bilan cheklanadi. Farqning sababi ko'pincha hujjat va toifada bo'ladi. Birinchi toifa, pensiyasi juda past bo'lganlar. Agar siz yoki ota-onangiz ko'p yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Chunki past pensiya har doim ham shunday bo'lishi kerak degani emas. Ba'zida hisob-kitobda eski ma'lumot qolgan, staj yili kam ko'rsatilgan. Ish haqi ma'lumotnomasi olinmagan yoki bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri kabi davrlar noto'g'ri baholangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida muammo borlar. Masalan, korxona nomi o'zgargan, mux aniq tushmagan, ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana o'qilmaydi. Bir joyda tuzatish bor. Bunday holatda elektron bazaga ishonib o'tirish noto'g'ri. Siz arxiv, sobiq korxona yoki huquqiy voris tashkilotdan tasdiqlovchi hujjat olishga harakat qilishingiz kerak. Uchinchi toifa nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Nogironlik guruhi muddati tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, parvarishga ehtiyoj haqidagi hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Agar guruh o'zgargan bo'lsa, lekin pensiya bo'limiga o'z vaqtida kiritilmagan bo'lsa, qo'shimcha pul noto'g'ri hisoblanishi mumkin. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etilishi kerak. Aks holda to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Odam bola hali o'qiyapti-ku deydi, lekin tizimga hujjat kiritilmasa, davlat organi buni avtomatik bilmasligi mumkin. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar ham bor. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji va ustamalar bo'yicha pensiya jamg'armasidan yozma javob olgan bo'lsangiz, unda faqat avgust oyidagi to'lovni kutib, bank kartangiz yoki pochta orqali tushumlarni kuzatishingiz mumkin. Lekin baribir SMS xabar, bank ilovasi yoki pensiya daftarchasidagi yozuvlarni tekshirib boring. Endi eng muhim, ko'pchilik e'tibor bermaydigan joylarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Qo'shimcha pul bir oyda birdan to'liq tushmasligi mumkin. Ayrim hollarda qayta hisob-kitob texnik jihatdan kechikadi, keyingi oyda farqi bilan to'lanadi.
Masalan, avgustda siz eski summa olasiz, sentabrda esa avgust uchun ham farq qo'shib berilishi mumkin. Lekin bu har doim ham avtomatik bo'ladi deb o'ylamang. Agar 2 oy ketma-ket hech qanday o'zgarish bo'lmasa, murojaat qilish kerak. Ikkinchi noziklik 300, 470 yoki 770 ming so'm qo'shimcha pensiyaning hamma turiga bir xil qo'shilmasligi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa va kompensatsiya to'lovlari alohida tartibda ko'riladi. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan ota 300 ming qo'shimcha olsa, nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan farzand boshqa miqdorda olishi mumkin. Bir oiladagi 2 nafar oluvchining summasi bir xil bo'lishi shart emas. Uchinchi noziklik ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular men ishlayapman, demak qo'shimcha berilmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ishlash pensiya huquqini bekor qilmaydi. Lekin ayrim ustamalar qayta hisoblash tartibi va badallar masalasida alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun ijtimoiy soliq va tegishli hisobotlarni to'g'ri topshirayotganini tekshiring. Chunki keyingi qayta hisob kitoblarda aynan shu ma'lumotlar ahamiyatli bo'ladi. 4-noziklik bank kartasi va pochta to'lovi. Ayrim pensionerlar pul tushmaganini o'ylab xavotir qiladi. Aslida bankda texnik kechikish bo'ladi yoki pochta ro'yxatiga kech kiritiladi. Lekin aksincha holat ham bor. Odam pul tushadi deb kutadi, lekin hisob raqami yopilgan. Karta muddati tugagan yoki pensioner boshqa hududga ko'chgan. Shuning uchun avgustdan oldin bank kartangiz amal qilish muddatini, telefon raqamingiz tizimda to'g'ri ekanini, yashash manzilingiz yangilanganini tekshirib qo'ying. 5-noziklik. Ortiqcha to'langan pul keyin qaytarib olinishi mumkin. Bu juda jiddiy masala. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsangiz, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun bola o'qishni tark etganini yashirsangiz yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, yangilamagan bo'lsangiz, keyin ortiqcha to'lov qarz sifatida chiqarilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni yashirish emas, to'g'ri yangilash kerak. 6-noziklik. Og'zaki gapga ishonmang. Mahallada kimdir hamma behzatlar ming olarkan desa, bu rasmiy asos emas. Telegramdagi noma'lum kanallar, skrinshotlar, eski qarorlar, boshqa davlat qonunlari bilan odamlar chalg'ib qoladi. Siz faqat pensiya jamg'armasi, rasmiy davlat portallari, bankdagi real tushum va yozma javoblarga tayaning. Agar savolingiz bo'lsa, og'zaki javob bilan cheklanmang. Ariza yozing va javob raqamini oling. Endi sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hozirgi pensiya summangizni yozib oling. Avgustdan oldin qancha olayotganingizni aniq biling. Masalan, iyul oyida 20 ming so'm tushgan bo'lsa, shu summani qayd qiling. Avgustda qancha tushganini solishtirasiz. Shunda siz qo'shimcha real tushganmi yoki yo'qmi taxmin bilan emas, raqam bilan bilasiz. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat eski bo'lsa, nusxasini tayyorlang, aslini yo'qotmang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy qilib yozing. Mening pensiyamni 2026 yil avgust oyidan kiritilayotgan qo'shimcha to'lovlar va mavjud ish tajrim asosida qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq gumoningiz bo'lsa, masalan, 1992 yillardagi ish tajrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin deb alohida ko'rsating. 4-qadam. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana, kirim raqami yoki mas'ul xodim belgisi qo'yilishini so'raysiz. Bu sizning dalilingiz bo'ladi. Agar keyin murojaat bo'lmagan deyishsa, qo'lingizda isbot turadi. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar sizda OnID, MyBank.uz yoki bank ilovalariga kirish imkoniyati bo'lsa, pensiya to'lovlari, ijtimoiy holat va ayrim ma'lumotlarni tekshirib boring. Lekin yoshi katta insonlar uchun bu qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandlar, nevaralar, iltimos, ota-onangizga yordam bering. Bir martalik tekshiruvlarning har oy oladigan pulga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasida murojaat qilish mumkin. Shuningdek, huquqiy masala bo'lsa,
bepul yuridik maslahat olishga harakat qiling. Ayniqsa stajni sud orqali tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlar ham uchraydi. Masalan, korxona yopilgan, arxiv yonib ketgan yoki hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, guvohlar ko'rsatmasi va boshqa dalillar bilan masala ko'rilishi mumkin. 7-qadam, har oy tushgan pulni nazorat qiling. Faqat avgustda emas, sentabr va oktabr oylarida ham qarang. Chunki ayrim farqlar keyinroq tushishi mumkin. Agar qo'shimcha tushgan bo'lsa, uning miqdorini yozib qo'ying. Irilmagan 300 mingmi, 70 mingmi, 7 mingmi yoki boshqa summami? Agar kutilgandan kam bo'lsa, sababini so'rang. Shunaqa chiqdi degan javob yetarli emas. Hisob-kitob asosini so'rashga haqqingiz bor. Tasavvur qiling. Birinchi pensionerimiz Mahmud aka. U 67 yoshda, 32 yil rasmiy ishlagan. Pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Hujjatlari to'liq, alohida imtiyozli toifasi yo'q. Avgustdan unga 300 ming so'm qo'shimcha chiqsa, bu mantiqan bazaviy oshirishga o'xshaydi. Uning yangi summasi 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu holatda u ortiqcha xavotir olmasligi mumkin, lekin baribir tushumni tekshiradi. Ikkinchi misol, Saodat opa. U 70 yoshda, 25 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin yana 6 yil maktabda yarim stavkada ishlagan. Lekin yarim stavkadagi davr elektron bazada to'liq ko'rinmayapti. Pensiyasi 1 million 120 ming so'm. Agar u hujjatlarni topshirib, stajini tasdiqlatsa, unga 300 ming emas, 420 ming so'm atrofida qo'shimcha hisoblanishi mumkin. Farq 1 ming so'mdek ko'rinadi, lekin 20 ming so'm, 1 ming so'm bo'ladi, lekin 800 ming so'm bo'ladi. Uchinchi misol Anvar aka. U il guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi. Doimiy parvarishga muhtoj. Uning hujjatlarida parvarish ehtiyoji tasdiqlangan, tibbiy xulosa muddati amalda. Bunday holatda umumiy qo'shimcha yuqoriroq, ya'ni 7 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Lekin agar tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Demak, eng yuqori qo'shimchaga haqli odam ham hujjatni vaqtida yangilamasa, pulni vaqtida ola olmaydi. 4-misol, boquvchisini yo'qotgan oila. Onaning 2 farzandi bor. Kattasi 19 yoshda va kunduzgi ta'limda o'qiydi. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmasa, tizim uni 15 yoshdan oshgan deb ko'rib, to'lovni kamaytirishi mumkin. Keyin ona borib tushuntiradi, hujjat olib keladi, qayta tiklash jarayoni boshlanadi. Bu esa vaqt, asab va pul degani. Shuning uchun hujjatni oldindan topshirish eng to'g'ri yo'l. Demak, 26 yil avgust oyidan pensiyalarga qo'shimcha to'lov masalasida eng asosiy fikr shuki, 300 ming. Bal tili 50 ming va 70 ming so'm raqamlari hammaga bir xil tarqatiladigan oddiy bonus emas. Miqdor fuqaroning pensiya turi, ijtimoiy toifasi, ish staji, hujjatlari, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holati. Shuningdek, qayta hisob-kitob natijasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Kutib o'tirmang. Hozirgi pensiyangizni yozib oling. Hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasidagi muammoli joylarni aniqlang. Kerak bo'lsa, arxivdan ma'lumot oling va pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ayniqsa, ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ko'pincha ular borib nima qilaman, baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Aslida bitta to'g'ri ariza har oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Hozir qancha pensiya olyapsiz va avgustdan qanday qo'shimcha kutyapsiz? 300 mingmi? Dartimi 2 mingmi yoki 7 ming so'mga haqli deb o'ylaysizmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini vaqtida talab qila oladi.